Uyg'ur hozirgi zamon yezigi rasmiylashgan jami 3 xil bo'lib, ular hozirgi zamon Uyg'ur yezigi, Slavyan Uyg'ur yezigi va Latin Uyg'ur yezigi deb 3 xil yezigi bo'lindi. Hozirgi zamon Uyg'ur yezigi hammamiz o'rtaq biladigan O'rta Sharq harfi asosida barliq kelgan Uyg'ur yezigi bo'lib, bu asosida vatan ichida ishlatildi. Ikkinchisi Slavyan Uyg'ur yezigi, Slavyan harfi asosida barliq kelgan bo'lib, u O'rta Osiyo va Qozog'iston Jumhuriyati ichida boshlang'ich, to'liqsiz va to'liq o'rta maktablarda keng ko'lamda ishlatildi. Uchinchisi bo'lsa Latin Uyg'ur yezigi. Bu biz odatda Weixinda pinyin xat besib paranglashadigan yezikqa o'xshab ketadi. Lekin oralig'ida ma'lum farq mavjud. Masalan, a, g, sh, j, ch qatorliq harflarda umumyuzlik xato ishlatilish mavjud. Shu sabab oldingi kuni Junko intam to'g'riq filmda bir akimiz ayrim xat yozib meni "Sen nimishqa buni Qashqar deb yozmay, Cheshcher deb yozib qo'yding" deb beksat gap bilan tilab ketganining sababi shu. Amlet Qashqar deganni latincha shunday yozdi. Shuning bilan birga Latin Uyg'ur yezigi O'zbekiston yezigi bilan ko'p o'rtoqlikqa ega. Bu uchuni keyingi filmlarda ayrim qilib oldirmay so'zlaymiz. Bir filmda hammani so'zlab tugatgan bo'lmaydi, meni qetib olishni unutib qolmang.